Allergik reaksiyalar bo'lsa, bu ahvollar og'irlashib, hattoki reanimatsiya holatlariga olib kelishi ham mumkin. Hozirgi kunda kuz, bahor mavsumlarida bizda ko'proq allergik holatlar kuzatiladi. Allergik holatlar belgilari tomog'ida qichish, aks urib yo'talish, uy sharoitida hozirgi kunda qizil, achchiq, sho'r narsalardan hamda uy changilaridan ko'p hollarda kasallarimiz aptekalarga borib o'z boshimchalik bilan dori olish, ya'ni har xil antibiotiklar, har xil dori-darmon ozroq shomolmagandim, doktor nazoratisiz, doktor maslahatisiz doktorga uchramasdan borib o'z boshimchalik bilan har xil dorilar olib o'zlari iste'mol qilish natijasida ham allergik reaksiyalar keltirib chiqarishi mumkin. Allergiyaning turlari ko'p. Agar oziq-ovqat allergiyasi, dori-darmondan allergiyasidan kelib chiqadigan allergik reaksiyalar bo'lsa, bu ahvollar og'irlashib, hattoki reanimatsiya holatlariga olib kelishi ham mumkin. Va bu yana ham chuqurlashish natijasida bu og'ir kasallardan biri braxial astmaga olib kelishi mumkin. Diagnozi juda qiyin, tuzalishi qiyin masala, faqat o'sha gormonga muhtoj holatlarga ham olib kelishi mumkin.